Gezer nakşimiz her yanni sadası yangrıtı. Assalamu alaikum qarindoshlar, tan saqliq kanalimga hoş geldinglar. Bugün kundulik turmuşimizda iste'mol qilayotgan ko'pincha kofe to'g'risida azroq tushuncha beray deb o'yladim. Bu kofeniki sog'lomligimizga foydali tarafi ham ziyonli taraflari. Hem bunu so'zlashdan burun kofeniki qisqacha tarixini deb bersam, bu kofeniki tarixi nəhayət uzun bo'lib 1400-yillardan boshlabla Arabistondan taralibdi. Onun için bo'libmi shu Turkiyalarda birinchi qatimliq do'konlar ochilibdi 1500-yillar degandek. Andan keyin shu Yevropaga 1600-yillar Yevropa taraflarga, Angliyalarga degandek. Andan keyin shu 1680-yillar Amerika, Kanada qatorliq joylarga taralibdi. Demakchi bu onun keyin bir qiziq yeri shu Turkiyada bo'lib shu kofening muhimligida to'y qilgan ayolda agar ayoli kofe damlamasa ajrashib ketadigan ishlar bo'lib ekan. Qiziqarli ishlar degandek. Anan keyin hamda kofeni ham bilan iste'mol qilib turyapmiz. Qanchalik ish bo'ladi, qanday ichimiz, qanday vaqtda ichimiz deganlarni balkim qarindoshlar o'zi yil ichgan qarindoshlar bilishi mumkin. Shunda bo'lsa-mu bilmaydigan qarindoshlarga foyda bo'lib qoladi deb so'zlayapman. Kofe deb ingliz deb ketmay qolmaysizlar, kofe deymiz-ku. Bu kofeniki badanga 4 cho'ng foydasi. Birinchidan endi men demasam o'qisizlar, kofening tarkibida kofein degan modda bilan yana polifenoru deb bir moddalar bor. Bularni bak inchik so'zlab kelsak hech kim xo'shaqmaydi shunga. Buniki 4 cho'ng foydasi. Birinchisi eng isil foydasi mingimizni alqi aktiv energiyaga yana mingimizniki harakatini tezlatib taximdimi alqi yaxshi odamni alqi ruhlantirdi. Ikkinchidan alqi bu kofeniki shu ta'mi purg'i orqali badanimizni alqi huzurlantirdi. Şuna hamda bu men birdan-bir yaxshi ko'radigan yerim bu kofeniki purqqa amroq, ba'zi qarindoshlar ta'miga har xil bo'ladi, ammo'larga o'xshamaydi. Anandaki uchinchisi o'rxil tushqa yordam qiladi. To'rtinchisi oshqozonniki hazm qilishni yaxshilaydi degandek foydali taraflari bor. Andan keyin buniki hamda albatta bir narsaning yaxshi tarafi bo'lsa, nachar tarafi bo'ladi. Bu nachar taraflar qanday degan chaqda bo'libmi ishga vaqtiga diqqat qilishimiz kerak. Bu ishga vaqti qanday vaqtda ichsak eng yaxshi ekan deganda tamoqdan keyin ishsa nihoyatda foydali ekan. Shu 4 rolga shu yuqorida deyilgan 4 foydaga erisha oladi ekanmiz. Agar tamoqdan burun osh qo'ysak ishga vaqtlarda ko'ngil elishadigan, yurak baksab ketadigan, besh qiydigan degandek qon besimi o'lab ketadigan degan ishlar yuz beradi ekan. Şunlaşqa shu kofein ichgan vaqtga diqqat qilishimiz kerak. O'zim shaxsan shu mening beshimni o'tdi. Osh qo'ysak ichsam ko'nglim elishadigan ish bor. Shunlaşqa qarindoshlarimning qanday alomatlar bor shularni shu fikr qatorida yozib qo'ysanglar, boshqa qarindoshlar foydalanib qolsa ajab emas deb o'ylayman. Andan keyin buningki boy degandek foydasiz taraflari albatta uyquni, mesela uyqusini açarlar, uyquni qaçıradigan odamni ruhlantirishni mis bo'lg'ashqa bo'libmi kech vaqtlarda ishmaslik kerak. Bo'libmi shu atdigan bilan tushda tamoqdan keyin ishpasa nihoyat yaxshi bo'ladi ekan. Undan keyin bir kunda qanchalik ichish kerak degan kelsak, bu hamda bir hisobda odam bilan odamning o'xshamaydi.
Endi oddiy bir misol deb bersam, bizniki shu ingliz o'rganayotgan vaqtimda sınıfda muallim aşnaq so'ragandi. Bir kun qancha stakan kafe ichsizlar deb savol so'radi o'quvchilardan. Shunga ba'zilar birini, ikkini dedi, hatto 3ni deganlar bo'ldi, 4ni deganlar bo'ldi degandek. Bizning muallim shunday chaqchaqchi muallimdi. Andaqda sizlar Kanadalik bo'lamapsizlar, Kanadaliklar 4dan 5gacha yuqori uningdan jiqichidi deb shuna degandi, shuna esim qolibdi. Demakchi hamda badanniki har xil nimamiz o'xshamaydi qabul qilishimiz. Şahsen özüm birini ya biz ikkini içmem ama bu millilitr 200 millilitr demizin bir hesapta. Şu etrafıda degandek. Şuna bunu ki hem de yaman tarafları mesela paydasız tarafları bay degandek uykusunu açarlar amal az içisi gerek, yaxşı köygen dımdaplam içi olması gerek. Bu en köp görüldüğün uyku kaçırılan dara desek buludu bir hesapta. Anandan keyin şu yurak kesili bağla bu halqi adamni ruhlandırğaşqa yurak soquşunu tiziltidi degan. Andaq bo'lgandiki o'zingizning ahvoliga asosan qismingiz bo'ladi, yurak soqish tizlandi degan gap, qon aylanishi tizlab ketadi. Undaq bo'lgandan keyin qon besimi o'rlab ketadi. Shunga yomon taraflari shundaq bo'ladi ekan. Şuna hem de yan bir yaxşı tarafı ras, şu qon aylanishini yaxshi qilgandan keyin qonning uyulup qolishini oldin oldi ekan. Anandan keyin yan bir tarafı boshqa materiallardan o'qigandim, shu esimga deb beryapman. Şu halqi qiyirgan ming yegilash kesilini oldin oldi degandek statikalar bor ekan. Şuna ham qirindoshlar qanday foydasini ko'ryapsizlar, qanday ziyini ko'ryapsizlar, shuni yozib qo'ysanglar, şu fikr qilgan şu fikr yozgan joyga o'zaro foydalansak ajab emas deb o'ylayman. Rahmat hammalarga tarqatib qo'yasizlar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.